Hoshtoq endi bu uyni nimaga sotyapsiz endi? Endi bu sal yoshimiz katta bo'lib qolganligi pastdan joy oldik. Ikkinchi etajdan Ikkinchi olsa etajdan joy oldik. olyapmiz deyapsiz. Shunga harakat qilibmiz. Endi agar tezroq solsak, uni tezroq. Necha xonali endi uy? U ham bir xonali. Bu ham bir xonali, bu ham bir xonali. Bu ham bir xonali. Bu 4-etaj. Bu 4-etaj. Endi Hoshtoq bu bizni obunachilarimiz xudo xolasa birinchi ko'rganlar iloyim telefon qilishsin. Xayrli, barakali uy ekan, xudo xolasa 20 yildan beri yashayapmiz deyaptilar. Hoshtoq ham mana shu duo qilsangiz, Hoshtoq iloyim mana shu birinchi telefon qilgan odam olib, xudo xolasa xayr baraka bo'lib, mana shu chiroyli yashashni nasib qilsin. Iloyim mana kelganimizdan baqabatda bir namoz o'qiymiz, Qur'on o'qiymiz. Iloyim olgan odamlarga ham buyurib nasib qilsin. Xayrli, barakotli bo'lsin Alloh taolo. Baqur robbi anzilni munzalan mubarakan va anta xayrul munzilin. Alloh taolo bosib kelgan qadamlaringga ajr hasanat bersin. Olayotganlarga ham Alloh barakot bersin. Bizlarning ham ishlarimizni Alloh taolo o'zi o'nglasin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Va sallallohu taolo sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Allohu akbar. Mana shu joyiga bitta like bosib, kamtirafingiz yozib keting. Inshaalloh shunaqa uylar olishni nasib qilsin. Mabodo plus yo'q bo'lsa ham like bosib, kamtirafingiz yozib o'ring. Xudo xolasa mana shu Hoshtoq yog'ishlariga yetib, chiroyli mana shu duolarni qilib, duogo'y bo'lib yashashni nasib qilsin. Endi uyni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Pastda nomer yozib qo'yamiz. Hoshtoq nomerlari, xudo xolasa o'zlari javob beradilar. Kelib ko'rsatadilar, hammasini tushuntirib beramiz. Inshaalloh. Mana xolam balkonimiz bor. Bir xonali uyimiz juda chiroyli holatda, remontlarini qilib qo'yishgan ekan. Hozirgi kunda hech qanaqa kami-ko'sti yo'q. Kelib bitta oila yangi kelin-kuyov bemalol yashasa bo'ladi. Hamma yo'qda, xudo xolasa bo'shatib berishadi. Bemalol o'zlarini mebellarini olib kelib, parda gilomlarni olib kelib, bemalol kelib yashasa bo'ladigan xonadon. Yangi yosh oilaga bemalol yashasa bo'ladi. Hamma yo'qda bo'shatib berishadi. Xonadonimiz juda fazli, chiroyli xonadon ekan. Akalar kiraverishda mana prixoshkamiz bu prixoshkani olib ketishadi. Hojatxona chiroyli holatda mana suv tortgan motorchilargacha hamma yoq qo'yib berilgan, tayyor, remontlari go'zal. Kelib yashasalar ham bo'ldi. Mana oshxona mebel, gaz, suv, areston hammasi qolar ekan. Faqat mana olib ketar ekanlar. Xolodilnikni olib ketar ekanlar. Qolgan hammasi qolar ekan. Akfaromlar qilib beribdilar, chiroyli mana. Gaz, suv, svetdan xudo xolasa muammo yo'q. Bemalol aloqaga chiqurasizlar. Past nomer yozib qo'yaman. Hoshtoq o'zlarining nomerlari. Bitta like bosing, bizga kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa bundan ham zo'r uylar nasib qilishni hammamizga nasib qilsin olishlik.